Asli bir juft shirin so'z, asli bir juft shirin so'z aytmog'ing ham baxtiyor. Dil ozori shaxtingdan qaytmog'ing ham baxtiyor. Har tong tirik uyg'onib, quyosh yonsa ko'zingda bir kaf suvni bemalol yutmog'ing ham baxtiyor. Avvalo assalomu alaykum, dunyodagi eng baxtli insonlar qatorida bo'lib Kamina Muhammadjonni tabriknoma loyihasini kuzatayotgan barcha azizlarimizga lutfila assalomu alaykum deymiz. 1-iyul sanasi haftaning seshanba kuni. Yarim kechalarda mana shunday go'zal fursatlarda sizlar bilan onlayn diydor g'animat qilishga yetkazgan Allohimga shukronalar bo'lsin. 1-iyul sanasida kim tavallud taomlarini, xursandchiliklarini nishonlayotgan bo'lsa, chin yurakdan muborakbod etamiz. Xususan o'zim nomidan qolaversa tabriknomasi loyihasidan chin yurakdan tavallud taomlar, xursandchiliklar muborak bo'lsin deymiz. Xususan bizga kelib tushgan chiroyli murojaatlarga, takliflarga binoan bugun Qirg'iziston o'lkasining ajoyib oilasida xursandchilik shodiyona kunlar. Mana shu shodiyona kunlarga biz ham tabriknoma loyihasi Kamina Muhammadjon sherik bo'lamiz. Bugun Jiyangul buvijonim 76 yoshning 76 bahorni qarshi olmoqda. Buvijonim tavallud taomlar, xursandchiliklar, shodiyonalar muborak bo'lsin. 76 bahoringiz muborak bo'lsin. Har bir kuningiz mana shunday fayzli, barakatli o'tish nasibi ro'z eylesin. Alloh taolo bergan umrni go'zal, fayzli, barakatli yashash nasibi ro'z eylesin. Sizga boqqan barcha qora ko'zlar faqat yaxshi ko'zlarga boqsin. Yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan yaratgan egamning o'zi asrasin. Sizni jondan aziz suyguvchi nabiralaringiz Rossiya o'lkasidan turib sizga go'zal tilaklarni, tabriklarni, yaxshi niyatlarni yetkazishmoqda. Xususan Malikaxon, Aidaxon singillarimiz bugun sizga chiroyli tilaklarni, tabriklarni, yaxshi niyatlarni yetkazdiradi. Nabiralaringiz sizni dunyolarcha yaxshi ko'radi. Nabiralaringiz sizni jonidan ortiq yaxshi ko'radi. Mana shunday farzandlar baxtiga, nabiralar baxtiga, jigarlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Qalbingizdagi chiroyli tilaklarni Allohim har doim ro'yobidan bersin. Onalar kulsa, dunyo aylanadi. Onalar kulsa, farzand yashnaydi. Hamisha kulib yuring, farzandlar, nabiralar sizdan chiroyli matonatlarni olib dunyoni yayrasin. Onasi bor odamning bu dunyoda g'ami yo'q. Armon netar tashvishlar hech kimsadan kami yo'q. Bolam saniye mani qornim to'q degan so'zlarini eslab bugun ko'zlarimdan ham yolg'on ekan bu so'zlar. Mani o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yop isib ketyapman bolam, lekin sovuqdan dir qaltirasa ham mani o'ylarkan onam. Mana shunday farzandlarni, nabiralarni, jigarbandlarni o'ylaydigan onajonlarimiz farzandlar baxtiga, yaqinlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Nabiralaringiz Malikaxon, Aidaxon nomlaridan chiroyli she'riy satrlarni olishlarini. Ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida, yashar aziz yoshlarida, onajonim, jonim onam. Uyimizning fayzi o'zi, dardga davo aytar so'zi, bizni ko'rib qunar ko'zi, onajonim, jonim onam. Malikasiz taxtimizga, shiddat qo'shib shaxtimizga, omon bo'ling baxtimizga, onajonim, jonim onam. Farishtadek nurlar sochib, duo qilar qo'lin ochib, siz bor tashvish ketar qochib, onajonim, jonim onam. Qadrli mehribon buvijonim, mana shu she'riy satrlarga, she'rdagi go'zal ifodalarga biz ham qo'shilamiz. Mana shunday nabiralarni, farzandlarni suyukli buvijonisi bo'lib yurish nasib bo'lsin. Sizlar bilan yaqin daqiqalarda Kamina Muhammadjon chiroyli suhbatlarni o'tkazdi. Tug'ilgan kunlarni, tavallud bayramlarini chiroyli o'tkazinglar. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Tabriknoma loyihasi xonadoningiz mehmoni bo'ldi. Barchangizga Allohga omonat, yaxshi kunda, yaxshi ko'rishing.